Sa'diy Hasanovich Sirojiddinov nomidagi Respublika akademik litseyida uch avlod uchrashuvi tadbiri bo'lib o'tdi. Anjuman uzoq yillar fidokorona xizmat qilgan faxriylar bilan bugungi yosh mutaxassislar, fizik, matematiklarni bir maydonga jamladi. Uchrashuv davomida faxriylar o'zlarining boy hayotiy tajribalari, yillar davomida orttirgan kasbiy bilimlari va mehnat faoliyati bilan o'rtoqlashdilar. Tadbirda o'rta avlod vakillari hamda iqtidorli talaba yoshlar ham so'zga chiqib, mamlakatimizda ularga berilayotgan e'tibor va yaratilayotgan shart-sharoitlar haqida iliq fikrlarni bayon qilishdi. Ular bunday uchrashuvlar yoshlar uchun hayotiy saboq bo'lishini va bu kabi tadbirlar muntazam o'tkazilishi zarurligini alohida ta'kidladilar. Avlod uchrashuvini o'tkazishdan 3 ta narsani asosiy maqsad qilib oldik. Birinchisi, fizika faniga bo'lgan o'quvchilarning qiziqishini orttirish. Ikkinchisi, fizikada nazariya, amaliyot va laboratoriya uyg'unligini ta'minlash. Uchinchisi, akademik litseyni bitirgandan so'ng oliy o'quv yurtida fizika, texnika yo'nalishida o'qishni davom ettiradigan o'quvchilar sonini, salmog'ini, sifatini ko'paytirishdan iborat. Bu tadbirga respublikamizning eng ilg'or fizik olimlari 1983-yilda litseyimizni tugatgan va hozirda fan texnikaning turli sohalarda juda katta yutuqqa erishgan olimlar tashrif buyurdi va ularning o'qitgan o'qituvchilari tashrif buyurdi. Bu 3 ta avlod o'rtasida jonli muloqot bo'lib o'tdi va muloqot davomida o'quvchilarimiz o'zlari qiziqtirgan barcha savollarga javob oldi. Shuningdek, tadbir davomida bo'lajak mutaxassislar uchun Chirchiq davlat pedagogika universiteti tomonidan taqdim etilgan laboratoriya anjomlari bilan tanishtirildi. Tabiiy ilmiy savodxonlikni rivojlantirishda eng muhim omillardan bittasi tajriba, laboratoriya ishlari va o'quv tadqiqot ishlaridir. Bizning Chirchiq davlat pedagogika universitetining fizika kafedrasining o'qituvchilar, professorlari bir qator umumta'lim maktablariga, akademik litseylar uchun maxsus o'quv laboratoriya ishlanmalarini yaratgan. Akademik litseyda amalga oshirilgan 3 avlod uchrashuvida ham bizning universitetimizning professor o'qituvchilar tomonidan tayyorlangan laboratoriya o'quv jihozlari mazkur litseyga taqdim etildi. Bu kabi uchrashuvlar avlodlar o'rtasida uzviylikni mustahkamlash, yoshlarda vatanparvarlik, ustozlarga hurmat va kasbga sadoqat ruhini kuchaytirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda.